Haval hasholta olmoqchimidingiz? O'zingizning nomingizga bank orqali rassrochka qilib beramiz 48 oygacha. Bo'lmagan gap. Oxirgi paytda menga shunaqa Telegram orqali murojaatlar kelyapti. Haval hasholtini ayrim bir haval avtosalonlari o'zingizning nomingizga rassrochka qilib beramiz 48-36 oygacha deyishyapti ekan. Men to'g'risi o'zim hayron qoldim. Hozir mana Haval ADM Masternoy avtosalonga keldim. Rassrochka bormi? Bor, faqat lizing bo'ladi. Lizing bo'ladi, Fincom dasturi orqali xarid qilishingiz mumkin. O'sha gap mashina firmaning nomida turadi. Lizing yomonmi? Unaqa yomon narsa emas. Faqat birozgina qimmatroqqa tushadi. Переоформление hisobiga, qo'shimcha komission to'lovlar hisobiga. Lekin o'sha agar rassrochkaga olaman deydiganlar uchun hozirgi paytda Haval hasholti faqatgina lizing dasturi orqali sotilyapti. Va yana bitta narsani aytib ketaman, hattoki o'sha bir meni obunachimga Telegram guruhdan yozdilar. Aka, videoni ko'rayotgan bo'lsangiz like bosib keting. Haval hasholtiga grafik tashlab berishibdi. Qanaqa qilib boshlang'ich to'lovni qo'yishgan, qolgan qismini ayirib tashlab 36 oyga bo'lib, mana shu grafik asosida chiqarib beramiz deyishgan. Akalar, unaqa narsa yo'q, ishonmanglar. Istalgan respublikadagi Haval dilerlik markazi sizga Haval hasholtini o'zingizning nomingizga bank orqali rassrochkaga chiqarib beramiz desa, aldayapti, ishonmanglar, borib o'tirmanglar. Mana Haval hasholtini ko'rishingiz mumkin. Bunga hozirgi paytda avtokredit bor va lizing dasturi, qolaversa naqd to'lovga ham xarid qilsangiz bo'ladi. 3 ta pozitsiyasi bor. Pozitsiyalarning farqlarini ham obzor qilganman. Avtokredit grafiklar bo'yicha ma'lumot berib o'tganman. Bu tomonda chiqadi, bemalol o'tib ko'rishingiz mumkin. Shundoq ham ko'z tegmasin, Haval hasholtini savdosi zo'r. Chunki Haval hasholtini mazasini bilgan odamlar ikkilanmasdan, o'ylab o'tirmasdan yoki bo'lmasa boshqa avtomobillar bilan taqqoslamasdan olib chiqib ketib, maza qilib minib yuribdi. Shaxsan men o'zimga ham bu mashina yoqadi. Xo'p, unda Havalning qaysi modellariga rassrochka bor deyishingiz mumkin. Bor, mana M6 ga xalq yaxshi ko'radigan modellardan biri, bu birinchi pozitsiyasi. Men buni ham obzor qilganman, o'tib bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Kanalimda bor. 48 oygacha bo'lib to'lash asosida xarid qilsangiz bo'ladi. Boshlang'ich to'lovdan kelib chiqqan holatda muddatlar o'zgaradi. 5 yilgacha avtokredit, avtokreditlarning ham foizi past, 15-16% dan. Va Julionniki bor 36 oygacha. Xohlasangiz keyingi videoda kommentariyada yozib qoldiring. Men Julionni avtokredit 5 yillik grafikini chiqarib beraman. Bu yillik 17,5% dan chiqyapti. Odatiy avtokreditlar 21-22, unda ham siz qaysi bankning korporativ mijozi bo'lishingizga qarab chiqardi. Soddaroq aytganda, qaysidir bankdan siz ish haqqi oladigan bo'lsangiz, ish haqqi loyihasidagi mijozlar uchun boshlang'ich to'lovdan kelib chiqqan holatda ajratib berardi. Atak 25-24% da. Lekin 5 yilga 17,5% dan bu anchagina yaxshi. Avtokreditni targ'ib qilayotganim yo'q. Bir narsani aytib ketay, ma'lumot sifatida berilyapti. Buni o'zini Julionni 36 oylik grafikini ham video qilganman, o'tib bemalol tomosha qilsangiz bo'ladi. Haval H9 avtomobilimiz ham bor. Buni bilasiz, yo'l tanlamas, 7 kishiga mo'ljallangan. Buni ham ixlos-qimmatlari anchagina. Mendan eng ko'p so'ralayotgan hozirgi paytdagi savol bu yoki Cherry Tiggo 9 deb aytilishyapti. Yoki Cherry Tiggo 8 ham deb aytishgan joyi bo'ldi. Bitta narsani aytib o'tib ketaman akalar. Qaysi mashinani olmoqchi bo'lsangiz, keling, test drive ko'ring, mazasini bilasiz va o'shanga qarab xarid qilasiz. Eng to'g'ri tanlov mana shu. Agarda siz Navoiy viloyati Karmana tumanida M37 yo'lidagi Astar Avto City Navoiy avtosaloniga keladigan bo'lsangiz, bu yerda siz Chang'an, Haval, Cherry brendlaridagi avtomobillarni test drive qilish imkoniyatiga ham ega bo'lasiz. Lekin xarid qilish bo'yicha batafsil ma'lumot baribir avtosalonda eng to'liq ishonchlilar beriladi. Xullas, Haval hasholtini kimdir sizga rassrochkaga o'zingizning nomingizga chiqarib beraman deyotgan bo'lsa, ishonmang, aldanib qolmang. Bu videoni Haval olish niyatida yurgan tanishlaringizga yuborib qo'ying. Haval avtomobillarini xarid qilish bo'yicha qo'shimcha shartlar haqida batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, pastdagi nomerlarga telefon qilasiz. Manzilimiz o'sha Navoiy viloyati Karmana tumani M37 yo'lida Regal mehmonxonasidan chiqib Mohinoy to'yxonasiga ketishingizda chap qo'lingizda joylashgan Haval ADM Astar Navoiy avtosaloni
manzilda adashmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga salomatlik tilayman, sog' bo'linglar, charchamanglar.